Nima chizsam ham birgina tugma bosish orqali u haqiqatga aylanadi. Aytgancha, chizgan narsalaringizning barchasi takrorlanmas qobiliyatga ega bo'ladi. Biz aynan shunday sehrli Minecraftda ajdarni yo'q qilishimiz kerak. Biz olamni yarmini yo'q qilib yubora oladigan xasalardan tortib kristal kamonlargacha chiza olamiz. Lekin biz ajdarning o'limini chiza olamizmi? Oddiygina rasm bilan Minecraftdagi eng qudratli bossni yo'q qilib yubora olamizmi? Xo'sh, buni bilib olishning yagona yo'li bor. Bu ham bo'lsa videoni oxirigacha ko'rish. Ishonavering, siz bundan umuman afsuslanmaysiz. Aytgancha, aytish odamdan ko'tarilibdi. Biz hadeb rasm chiza olmaymiz. Har bitta darajada bittagina rasm chizishimiz mumkin. Qaqishloqa bizni spam bilan omadimiz kelmadi. Mana bu reyderlarning qalachasini oldirib paydo bo'lish mumkinmidi? Bularni men qo'lda yo'yaman. Chacha. Mana senga chacha. Bu reyderlar bilan hozir jang qilishdan umuman foyda yo'q. Shuning uchun bizga eng qimmatlisini bu yerda olamizda suramiz. Ha, bitta galaga zo'r qo'yganlar. Shunaqa super qurol yasaymiz. Bu reyderlarning qalachasini ko'klarga sovurib tashlasin. Ha, to'g'ri. Buning uchun faqat birinchi darajaga ko'tarilish kerak rasm chizish uchun. Bo'ldi, mana bu ko'ldan o'tishimiz kerak. Shunda bizni reyderlar quvlamasligi kerak. Chunki ular suvdan juda ham sekin o'tishadi. Ha, pachovallar, bu ketyapti. O'sha itlarni yuraveringlar, biz qaytamiz degan. Kuchli bo'lib qaytamiz, yo'rib tashlaymiz. Birinchi darajani olish esa umuman muammo bo'lmaydi. Ketdik. Tayyor. Endi bo'lsa bemalol birinchi rasmimizni chizsak ham bo'ladi. Masalan, mana bu verstakda chizamiz. Nima, yomonmi? Rasm chizishni boshlash uchun shunchaga xohlagan blok ustiga bosish kifoya va bemalol mana bu yerda xohlagan rang bilan chizish mumkin. Mana buni hammasini bo'yab tashlaymiz, oppoq yaxshiroq ko'rinishi uchun va super hassani chizishni boshlaymiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Men super hassa chizmoqchiman. Juda qudratli bo'ladi degan umiddaman. Boshlanishiga uni yaxshiroq chizish kerak. Minecraft nimaligini tushuna olish uchun hech bo'lmasa. Va hassamizning markazida mana bunday qizil yadro bo'ladi. Unga kuch berib turadigan va menimcha hassa tayyor. Endi tayyor tugmasi. To'xtanglar. Oldin bu yoqqa nechtaligini ham yozish kerak. Hozir menga bitta bersa, qishloq nima qiladi? Minecraft nechta berish kerakligini bilish kerak, to'g'rimi? Va tayyor tugmasini bosamiz. Sanada sana emasmi bu axir? Aytinglar o'zinglar. Va menga rusdan ham hassani berishdi. Albatta qora rangda emas, lekin yo'qdan ko'ra bor yaxshi. Va reyderlarni pachag'ini chiqaramiz. Qani ishlatib ko'ramiz buni. Bu nima bu o'zi? Nechta qancha jon oldi? To'g'risini aytsam, unchalik ham ko'p jon olgani yo'q, balki uning qudrati boshqa narsadadir. Boz yo'q. Nima hozir momaqaldiroq boshlanyaptimi? Voy, kep yomg'ir chaqiradigan hassa yasadimi? Rasvo kimi? 1 hour later. Biroq yaxshiroq narsa yo'q. Nima bu? Ha, yer yuzini yo'q qilib yuboraman. Mana buni qudrat desa bo'ladi. Ha, ishmal oqimani-ku, pachoval ekan-ku. Yo'q, nahotki hech narsa qila olmasa, biron nima qila olish kerak-ku. Bu axir shunday katta lazer buzilib qolgan shekilli. Minecraft senga muddat o'tgan narsani bergan, aldab ketishgan seni. Yo'q, menimcha bu narsa sodir bo'lishi uchun yaxshigina ko'p kuch kerak. Balki ko'proq ushlab tursak, biron nima bo'lar. Va yo'q! Portlab ketdi. Yerni yarmini yo'q qildi-ku bu qurol. Endi reyderlarni kuni bitdi. Yo'q qilamiz u g'ishtlarni. Endi yana bitta rasm chizsak bo'ladi. Biz xohlagan narsamizni chiza olsak ham temirga o'xshagan oddiy narsalarni chizib o'tirmaymiz. Bu pachoqali hassayni yana boshqacha qobiliyatlar ham bor ekan. Bunga qara, lazer. Nima lazer? Yo'q, bu hassa men o'ylaganimdan ancha qudratli ekan. Qani men ham qilib ko'raychi. Va lazer. Nima? Menda lazer o'chib qoldi. Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Yana bir bor urinib ko'ramiz. Lazer va toch. Negadir menda o'xshamayapti. Tushunarli. Seni qo'lingda hech biri kelmaydi. Sababi sening ichidagi sehr kuchi yo'q yoki kam. Ha, menga afsuski shunaqaga o'xshaydi. Hechqisi yo'q. Men oldingdan o'zi portlatib beraveraman hamma narsani. Ha, shunaqaga o'xshayapti. Voy, la'nati, bunaqasi ham bormi? Meni o'ldiray deding. Bitta tayoqchada 10 chiqar qobiliyat. Qishloqqa meni o'ldiray deding. Ochdan o'lyapman. Ovqat masalasini endi bir nima qilish kerak. Ovqatni ham chiz shunchaki. Qishloqqa sen dahosan, ovqatni ham shunchaki chizib tashlaymiz hozir. Meni qandaydir oddiy ovqat chizgim kelmayapti. Masalan, non chizsakchi, lekin oddiy emas. Oltindan ajoyib g'oya boshlaymiz. Nonning faqat chekkasi oltindan bo'ladi. Menimcha shu ham unga super kuch bera oladi. Va nonda bo'ladigan mana bunday chiziqlar ham chizib qo'yamiz. Menimcha ajoyib. Bir burchakga esa bir burchakni men seni havoya qilaman deb
Haytgacha do'stlar, davom etishdan oldin iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqcha ham esdan chiqmasin. Va bu videoga takrorlanmas like'ingizni bosib qo'ying. Axir mening maqsadim yoz oxirigacha 400 ming ta obunachi to'plash. Nima bo'lganda ham rasm chizib bo'ladi va bizga rostdan ham berdi, lekin bu negadir nonga o'xshamayapti. Voy la'nati. Voy qo'shdim yarimta jon. Endi bu go'shtni yeb ko'raylikchi. Nega o'zi 2 dona yo'q? Nima? Men buni hozir yedim va u yo'q bo'lmadimi? Va men umuman olganda non chizgandim, lekin rostdan u ko'proq steykka o'xshabdi va oddiy emas, oltin steyk. Uni cheksiz yesa bo'ladi, men tushunishim bo'yicha. Bu men spamdaman narsalarimni olib kel. Shunaqa, men ovqat masalasini bittada abadiy hal qildim. Bu steykni cheksiz yesa bo'ladi. Epik, hozircha epikskiy narsalar chizyapsan bari. Shu roqda davom et. Yo'qsa kallang ketadi. Bu oylarga tushgandim. Mana qo'yadi bu yaramas reyderlardan qasos olaman. Men javob berasan. Pachoqonlar va nihoyat ulushini oldik, shuloqlarni yo'q qildik, lekin bu yetarli emas. Bu yerda yana yurtlarni ham yo'q qil. Vazirlik bo'lon hammasini yo'q qil. Pip. Bunisi bilan oxirigacha david qilamiz. Yo'q bo'l. Hammani yo'yaman nafik. Bo'ldi, endi ko'ngga tushib, temir kovlash kerak. Tosh aslaqalarda yurib bermaymiz-ku. Chizish esa butun boshli darajani qanaqadir temirga sarflash g'alati. Yana men qorog'ini yorug' qiladigan mod ham yuklaganman. Hammasi sizlarga ajoyib ko'rinishi uchun. Kimni olyapsan? Mashina yasash kerak ekan, pochchoq. Ana u yerda adashmasam Meduza Gargonni yubor shekilli. U yerga ham hali boramiz. Faqat u maxluq bilan jang qilishdan oldin salgina kuchayish kerak. 3-daraja. Endi o'zimizga yana bitta epik narsa chizib olsak bo'ladi va bu Pechka, super duper hamma narsani bittadan ko'radigan. Chunki moddan chiqsak o'ldiraman. super pechka, men super pechkani ko'zlarsiz tasavvur qila olmayman masalan. Pechkani yonib turadigan joydan boshqa joyga o'xshata olmayman. Mana bunaqa chiziqlar chizib qo'yaman. Menimcha pechkaga o'xshaydi-ku, to'g'rimi? Rostini aytaymi yo do'stona aytaymi? Lekin nima tanlashingdan farqi yo'q. Men bitta gapni aytaman. Bu rassom Minecraftda bilmadi shekilli nima chizganingni. Birodar sen berma senga? O'zi aydorsan-da pechka chiz deysan. Men qayerdan bilay pechka qanaqa ko'rinishini? Kelasi safar o'zing chizasan. Tushundingmi? Chizaman. Shunday qilib menimcha bu darajaga uxlaning, to'g'rimi? To'g'ri, lekin sen qo'rqma. 4-darajani olish ham qiyin bo'lmaydi. Mana shuncha moblar bor-ku, voy la'nati. Meni o'ldirasan? Hamma balonga o'lavermaydi-da, jichi yasha. Aytgancha men bu yerda olmos topish uchun jichigina ko'rayapman senlarsiz qilib. Menimcha olmosda topmayapsan, yo'q qilib tashlayapsan. Va nihoyat temir eribdi. O'zi bu temir menga paqir yasash uchun kerak edi. Zombilar endi bu yoqqa kelinglar, sizlarga sovg'am bor. Yoqimli hordiq tilayman ikkalaylarga. Bir yo'la asaqalarni ham temirligacha kuchaytirib tashlasak bo'ladi. Bo'ldi, tosh davri tugadi. Xayr kirka. Endi mana qo'ydiribsan, nima kerak temir? Yo'l olmos yo'laymiz. Senday qurol bilan olmos kavlash muammo bo'lmaydi. O'lma narsalarni yig'ishdi. Shunaqa narsalarni qo'shib darajangni ham oldim. Endi ikkita rasm chizsak bo'ladi. 5-daraja. Mana shu zombini o'ldirsam, menimcha 6-daraja ham bo'ladi. Endi 3 ta rasm chizsak bo'ladi. Ajoyib. Mana qo'yat keldim, narsalarni chiz. Xullas, Patsanjon, gapni eshit. Menda ham bitta daraja bor. Shunga menga ber uni, yaxshisi men pechka chizay. Sen chiza olmaysan. Bu creeperlar qurtlayapti lekin. Kel bo'lmasam chiz, senga beraymi shu narsamni shuncha zo'rman deb o'ylaysanmi? Ha, bu creeperlar rostdan qurtlayapti. Men ushlab bo'lmasam chiz o'sha pechkani. Pechka emas. Shundan chizaman, tushundingmi? Qarab tursin. Hozir men 7-darajaga ko'tarilaman. Ajoyib, yana bitta rasm chizsak bo'ladi. Mana pechka qanaqa ko'rinishini ko'rib, tushundingmi? Masaqa bo'ladi. Agar mana bu pechkada mana bunday qilsak, endi ha, o'xshaydi desa ham bo'ladi. Va senga evaziga nima berdi? Mana buni, yo'q, bu emas. Mana buni berdi. Bu narsani men qayerdadir aniq ko'rganman. O'zimga qo'shib hamma narsani yo'q qilaman deb qo'rqdim. Mayli qishloqqa sen rostdan ham pechka chizishni bilarkansan. Ma, temir aslahani ushla. Vo, prakachka. 7-daraja. Bu degani biz yana kamida 3 ta narsa chizsak bo'ladi. Shuning uchun men hozir o'zimizga legendarniy ko'rka chizaman. Lol qolishga tayyorlaning, sababi bu super ko'rka. Qishloqqa meni himoya qilsang-chi, zombilar hozir o'ldiradi shuncha chizganim. Ming bor aytdim senga, birorta joyni berkilib chizdim. Qochoq! Senga ikkita zombini o'ldirish shu qadar qiyinmi? Kirkalar bizda. Mana buni qara. Rostdan ham o'xshabdi, hatto qizil nuqtalari ham bor. Qani ko'raylik, nima qilar ekan bu? Menimcha olmos kirkadan ham tezroq kovlayapti bu. O, Enderman, sen bizga hali aniq kerak bo'lasan bu yerga. Yo'q, jonim kap qoldi, yo'q qilish kerak. Ahmoqona o'ldim albatta, endi qaytib borish kerak shuncha. Nima bu, sandiqmi?
Nega daraxtda sandiq yo'q? Men hozir nima pechka uy hayvoni sal kechga qoldi. Yaxshiyam hech narsam yo'qolmabdi. Nima? Bir zarbada zombiga yo'yib tashladimi voy Creeper? Menga shunday tuyuldimi yoki zombini sen hozirgina bitta zarba bilan yo'y deymi? Bu ko'rga epic ekan, bittada yo'yapti. Tekshirib ko'ramiz, ha, rostdan bittada yo'yarkan. Mana buni qudratli kirka desa bo'ladi. Seni urib ko'ramiz va qancha joning ketdi? Negadir uncha ko'p bo'lgani yo'q. Men ataylab 8 zarba berdimda, shunga kam jon oldi, tushundingmi? Yo'q, ataylab shunaqa bo'lsa, nima? Pacho'g'ali aytdim-ku, ataylab 8 zarba berdim deb. Endi mana bu mahluqlarni yo'q qildi, narsalarimni qaytarib olishga yordam ber. Hozir shu yerdaman, hammasini yo'yaman. To narsalarimni olaman, hammasi yo'q bo'lib ketadi. Bundan ahmoqona o'limni faqat orzu qilsa bo'ladi. Sen pachoqani narsalaringni olaman deb, men ham pachoq bo'ldim. Va nihoyat bu ulkan konlaringni olmos ham topildi qishloqqa. Men qalqonini qaytib topolmadim. Menda esa qalqon paydo bo'libdi, endi xavfsizroq bo'ladi. Baribir ishlatmaysan-ku? Nega ekan? Shunaqa ishlataman, sen bir hafta yig'laysan. Mayli, jibtor, asaqalarga olmos yig'ish kerak. Bu yerda unyoni yo'q qilaman. Bu yana nima bo'la bo'ldi? Nima, biz hozir tasodifan End Portal qalasini topib oldikmi? Mana bu yerda hattoki sandiq ham bor ekan va bu yerdan mana buni olib olish kerak, hali kerak bo'ladi. Qishloqqa nega biz haligacha mana bu oddiy kamonni ishlatyapmiz? Biz allaqachon afsonaviysini yasashimiz mumkin edi. Nega undan turibsan? Yasada ye, majburlash kerakmi? Mana buni portlash desa bo'ladi. Dras o'qibsan-ku? Nimaga rasvo bo'lmas topish uchun? Qoch, olmosga olyapman, qoch! Nega lazering bilan men ustimdan o'tasan? Olmosga olyapman-ku! Nima bo'lganda ham 8-daraja yig'ildi. Endi o'zimizga bitta epichkisidan kamon yasab tashlashim kerak. Qayoqda yasash, qiladigan ishing chizish bo'lsa. Ha, unda chizish. Mayli, kamonni chizishni boshladim. Bizning kamon bu taxminimcha yo muzli, yo suvli bo'ladi. Mana shunday ichi xuddi kristalga o'xshaydi. Mana shunday effektchalar taralib turadi o'zidan. Ko'rib turganingizdek, bizning kamon oddiy bo'lmaydi, u juda ham ajoyib bo'ladi. Umid qilamanki, Minecraft buni kamon ekanligini tushunib yetadi. Mana bu yerda o'q chizib qo'yamiz. Bu esa nechtaligi, bu yoqda esa o'qni nechtaligi. Umid qilamanki, Minecraft adashib ketmaydi. Nima bo'lganda ham bosdik. Wow, menimcha ajoyib chiqdi. Qani, ko'raylikchi. Voy, epic. Mana buni legenda desa bo'ladi. Malades. Eng muhimi bizga berdim. Vaham, mana buni qara. Bu hattoki chizganimdan ham zo'r-ku bu. Bu kristallimi yo elektrlimi? Bu sehrli, faqat o'q yo'q-ku, nimadan otamiz? Ketmoratdimi? Meniki negadir temir bolt otyapti. Shunaqasi ham bo'ladi. Seniki kirk otdimi? Nega bu? Ha, tushunarli. Bu o'zimizning asboblarimizda otar ekan. Unda olmosli boltadan ko'p jon ketdimi? Olmosli bolta qancha jon olsa shuncha oldi shekilli. Ha, bu otgan aslahani qobiliyatini ham ishlatar ekan. Aytgancha biz aslahalarni olmosdan qilib oldik. Gapimni qaytarib oldim. Bu epic bas ekan. Qandaysiga bunda jang qilamiz axir? Ertaga 10 ta kristalni sindirish uchun 10 ta qilich olish kerakmi inventarda? Ha, menimcha ham bu kamonni ishlatish unchalik ham qiyin emas. Mayli, nima bo'lganda ham hozir biz o'zimizga obsidian chizamiz va nezerga surib yuboramiz. Qarab chizishga obsidian qo'yib qo'yib, o'shaga qarab chizaverasan. Tushunarli. Umid qilamanki, Minecraftga ham tushunarli bo'ladi. Va birinchidan obsidian nega bu yerda yotibdi, ikkinchidan nimaga u yig'loqi obsidian shunaqasini chizdimmi? Umuman olganda rasmingga qarasa, ha, shunaqasini chizgansan. Ha, qishloqi, sen haqsan. Menimcha rostdan ham bu yig'loqi obsidianga ko'proq o'xshadi. Mayli, o'zimiz kovlaymiz. Yordam ber, qo'tta, yordam ber. Sen meni o'ldirding hozir kirka bilan. Nega men senga yordam bermoqchi edim. Bu zombi apokalipsisni qara. Bu yana nima bo'lo? Shrekmi? Bu yerga kel, yaramas. Wow, o'zingni bos. Yaramas ko'p jonolarkan, ha? Qo'sh, oldingda Creeper bor, o'sha bilan portlat. Tayyor, maslahatimga amal qil deyman-ku. Ha, maslahatiga gap yo'q seni. Mana bu qo'limdagi narsa qayerdan kelib qoldi? Xabar uchiraverasanmi? Qachon? Ha, bu qudratli narsa, lekin bu qayerdan kelib? Pistirma, kallani Creeper quladi. Aytgancha meni hasab qayerga ketdi? Menikini ol demoqchi edim, meniki ham qayergadir ketib qolyapti. Xullas, men buni qayerdan kelganini bilmayman, shunga otib yuboraman. Agar siz bilsangiz, izohlarga albatta yozib qoldiring. Chunki men umuman tushunmayapman qayerdan kelganiga. Men bilaman, cheksizdan olgansan. G'isht. Lekin men bunday hisoblamayman. Mayli, biz 15-darajadamiz. Bemalol o'zimizga biror narsa chizib olsak bo'ladi. Masalan, hozirgi oddiy qalqonimizni kuchaytirsak bo'ladi. Bizning super qalqonimizda hoshiyasi
hoshiyasi qizil bo'ladi, ichi esa butunlay qop-qora. Ha, hoshiyasini oxirgi o'ylab chizish kerak edi. Mayli, hozir to'g'rilaymiz. Bu qalqonimizning ham qayg'isiga o'xshab o'rtasida qizil yadrochasi bo'ladi. Mana bunday, xuddi tomchiga o'xshagan. Va oxirida mana bunday qizil chiziqlar bilan bezatib chiqamiz va tayyor desa ham bo'ladi. Muhim ikkitaligini unutmaslik kerak. Va bunday qalqonni tushundim, wow, berdi va bu rostdan ham qalqonligiga birinchidan hayron qolyapman va u chizganimdan albatta zo'r chiqdi. Nima bo'lganda ham Minecraft meni tushunganiga rahmat. Mana buni qalqon desa bo'ladi. Qanday menga ham ko'rsat. Qiziq, bu qalqonning qobiliyati wow, ajoyib-ku. Hammani uchirib yuborar ekan. Endi hech kim oldimga kela olmaydi. Qoch, ye. Nimaga buytarmayapti? La'nati, hadeb ishlatib bo'lmaydi shekilli. Mayli, shusiz ham yaxshi narsa. Tak bo'lib keting, menga ham tashachi. Qani, ko'raylik. Epik ma'mur tashaversa. Yo'q, portlatarkan-ku. Qattiq. Bu eshitmadingmi portlaydi deganimni? Gapirishni ham bilamading-ku. Bu maxluq bilan ikkinchi raund yo'yaman. Senga bu yoqqa kel. Qara qalqonga ur, ko'rdingmi? Hech narsa qila olmaysan. Urringda bu qara narsa tashadi. Bu bolg'a bilan hammani ursa bo'ladi. Yana biror xil qobiliyati bormi? Bu yo'q ekan-ku. Endi urib ham bo'lmayapti. Bular hech kimni bir tiya qimmat narsa ekan. Qachongacha kirganda joy qilamiz? Tuzukroq qilib chizdir. To'g'ri aytasan. Hozir birorta afsonaviy qilib chizib yuboraman. Xayolimda chaqmoqli qilib chizayotgandim, lekin haqiqiy rasvolik bo'lyapti. Mana bunga endi sal-pal qarasa bo'ladi. Bu ham shedevr emas, lekin chizasa bo'ladi. Ultra zarba! Shu yerda deysan, ataylab qilmadim lekin. Ataylab qilmadimmish. Men rasm chizayotgan blokni butunlay yo'q qilib yubordik-ku. Endi qayerga chizyapman? Zombi qochib tur, oxiriga keldi. Qishloqqa himoya qilsang-chi hozir o'ldiradi-ku. Hozir yordam beraman. Yo'yil zombi, yo'yil. Nechta ekanligini yozsam bo'ldi va rasm qani? Bu yerda men rasm chizgan blok yo'q-ku. Qara, baba, Minecraft hisoblaganda inventarni ochib ko'rdi. Agar bunday bo'lmasa, yo'q, shunday ekan. Ajoyib! Mana bu qilichni qara. Men chizganimdan 100 barobar zo'r. Ko'rdish kerak gap yo'q. Uruni ham shunga mos bo'lsin-da. Ha, buni yana bir xil super qobiliyat ham bo'lishi kerak. Hozirroq tekshirib ko'ramiz. Yo'q, chaqmoq. Chaqmoq bo'lmadi yaxshi. Lekin shuncha chuqurda meni qanday chaqmoq urdi? Bu qilich bilan qara, klipperlarni nima qilsa bo'ladi? Bu bilan hozir kalla olsak bo'ladi moblarnikini. Shunchaki qalqon qilib turish kerak. Qalqon, O, seni o'liming bekor ketmadi. Zombini kallasini olibmiz. Zombini kallasmish. Meni kallamdan o'sha senga qadrliroqmi? Bitta ender marvartim bor ekan. Shuni mana shu yerdan chiqishga sarflasam nima deysan? Yo'q, dedimi? Sen nima yotasan? Uni yig'amiz-ku. Sen umuman o'zingdan kelsanmi? Bor vaterdrapqa. Qanday vaterdrap qilaman? Axir menda faqir yo'q-ku. Qishloqqa nima qildi shuncha darajaga? Daraja to'planadi. Bedaqalar tug'ilmaydi. Au, tu. Mayli, buni hammasini unutamiz. Endi yur Medzagargon bilan jang qilamiz. Kim bilan? Bu olamda Medzagargon degan boss bor. U bir qarash orqali xohlagan mobini toshga aylantirib qo'ya oladi. Biz esa o'sha Medzagargonni boshini olib, bajdarni yo'q qilmoqchimiz. Borsak bilasan, mana bu ko'z bo'ylag'ichni ushlab ol. Ha, hammani qarab toshga atalab qo'ydim. Ha, nechi bor o'ldirish mumkin men bechorani jonga tegmadimi o'zingga? Sen mana bunaqasiga loyiqsan. Qani qilichim qani yo'lib ketdimi? Ha, yo'lib ketdi, bechora yaxshi qilich edi. Hazil menda. Nima hazillashasan? Yana kirkada jang qilamanmi deyapman. Endi sen meni uchirib ko'rsatamasang qanaqa vaterdrap qilishdi? Yo'q, vaterdrap ukasi yo'yaman nafi. Meni hech qanday ogohlantirishsiz, suvli paqirsa zotuvording. Qanaqasiga vaterdrap qilaman? Ko'raylikchi, bu ko'z bo'ylag'ichni taqsa nima bo'ladi va ko'r bo'lib qolar ekansan. Menimcha bu tosh bo'lib qolgandan yaxshi. Senga mutlaqo qo'shilaman. G'alatisi bu ko'z bo'ylag'ich umuman ko'zlarimni yopmagan. Ha, endi ko'z bo'ylag'ich ko'zlar tekis odamlarga moslab yasalganda. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Ko'zlarim qiyshiqmi? Bu gapni sen aytding. Meduzani uyida ko'ryapman. Endi meduzani qidiramiz, ichkariga bosdik. Bu yerda ish bo'lmagan ham mayli, buzib kiraveramiz. Bu yerda dastak bor, buni bosish kerakmi? Tushunishim bo'yicha bir man tovush chiqdi va bu yerda yo'l ochilibdi shekilli. Ketdik meduzani yo'ishga. Negadir men bu yerda meduzadan asal ham ko'rmayapman. Qachongali bizni kelayotganimizni eshitib qochib ketgan, mana bunaqa suyaklar qoldirib, toshlar. Bala paqirni o'lgisi kelmagan shekilli. Mayli, boshqasini topamiz. Bunisini esa mayda bo'lakchalarga bo'lib
tashlaymiz. Xuddi shunaqa bo'ladi. Qaytib kelsa uyim qani deb yig'lab o'tiradi. Balki nonga ketgandir. Qishloq topdik, lekin bizga bir tiyin foydasi yo'q bu yerda. Bu tarafga o'tkazib qo'yganingga rahmat. Qara, sandiqda qanaqa tuxum topdi. Bundan jo'ja chiqadimi? Va otib ko'ramiz. Yo'q. Omadsizlik bu chegara emas. Meduzani uyi topildi va sizlarga Fox ko'rsatmoqchiman. Havoda qotish deb nomlanadi. Buni vatandaroq qilolmasa shunaqa qilsak bo'lardi-ku. O'sha vaqtda xayolga kelibdimi? Bu safar men topdim. Pastga olg'a. Oh, eshitdingmi? O'sha yerda mana pastimda turibdi, yaramas yalmoz. Qandaysan? Ko'r qilolmayapsanmi? Qo'lingdan ham kelmaydi. Chunki menda ko'z boylag'ich bor. Men o'ylagandan qudratli ekansan-ku, ha? Nega bu pachoqalarni men tarafga yubording? Voy, o'ldiryapti, o'ldiraveraymi? Meni o'ldiraman. Yordamchi kuchi yerda mana senga. Yo'qyaptimi? 2-3 ta zarbaga bormaysan. Gapirishing yo'laymi? Gapirishni bilmaydi-ku hamma. Hop, kallasi tushdimi? Qishloqqa hozir o'ylab qoldi. Balki bu kallani bir ishlatib ko'rarmiz-a? Kimda? Mendami? Umuman olganda men qarshi emasman, faqat narsalarimni chuqurchaga solib qo'yishim kerak. Ajdarni yo'q qilishga esa boshqasini kallasini olamiz. Muammo emas bunaqalarni chopish. Bo'shla. Hech narsa bo'lmayapti. Ha, qo'yib yuborish kerak ekan. Ishlarkan lekin. Balki tosh haykalingni ham olib olsa bo'lar-a? Sinarkan. Yaxshi-ham chuqurchaga narsalarni solib qo'ygandim-a. Seni haykaling esa hozir sinadi va bittagina tosh tushdi. Bu kallani endi aniq ajdarga ishlatamiz. Menimcha bu olamdagi eng qudratli artefakt mana shu bo'lsa kerak. Ya'ni artefakt deganda sehrli qurolni aytyapman. Men o'ylabman, maqtanyapsanmi deb. Qishloqqa nega bu portalni qurib tashlaysan? Epichskiy sahna qilmoqchi edik-ku. Buzamiz bo'lmasa. Qo'yning o'ldimi? Dezarga olg'an patsa. Sen menga ajoyib g'oya berding. Qishloqqa portalga tursangchi, ajoyib g'oya deyapman. Qara, portalni yoqishni yangi usuli. 1 2 3 tayyor. Epik. Agar cho'chqani chaqmoq ursa, zombiga aylanadi. Agar zombini chaqmoq ursa, agar seni o'ldirgisi keladi. Tushunarli? Bilmasman, kitob o'qiyman-ku. Anchadan beri rasm chizmadik. Shuning uchun ozgina daraja to'playmiz va yangi sanada sarni chizishni boshlaymiz. Yur ketdik. Shu yerda chizaverdi, senga nima kerak, ha? Shu bo'lmay qoldimi? Menimcha allaqachon sezganingizdek, men yurak chizyapman. Ha, o'ylab qoldim. Minecraft tushunarmikan? Bizga shunchaki yurak qo'shadimi yoki yurakka o'xshagan biror xil narsa beradimi? Shunga juda ham qiziqib qoldim. Nima berarkin bu yurak chizganimizga? 32 ta yurak yetib qolsa kerak va bizga yurak berdimi? Berdi! Voy, yuragim qattiq dukullab ketyapti-ya. Meniki ham qattiq dukullab ketyapti. Bularni yesa bo'larkan. Hozir bizni jonimiz 16 taga ko'payadimi? Jonim deyarli 3 barobarga oshdi. Hammani yo'yaman endi. Shoshilma, qayerga yuguryapsan? Lavaga tushdi, o'ylaman. Qanday lavaga tushib ketish mumkin endi? Seni qutqarishga orqadan sakradim. Yaxshiyam mendir marvaridim bor ekan, iltimos uchun bor. Men nima qilay? Oyog'imni otaymi? Bilmadim. Menga teleport qil, bo'lmasam o'lib ketma. Yaxshi, jonimiz ko'p. Senga cho'chqa hujum qildi, yordam beryapman. O'ylaman-ku hozir jonim kam qoldi. Pachoq qolgan ekan. Qara, lavani mabda qilib o'zimizga yo'l ochsak bo'ladi, nezirqalarni topish uchun. Bizni nezirda qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni aytib o'tsam, boshlanishga qizil qal'ani topishimiz kerak. U yerda esa ifritlarni, ularda esa olovli tayoqchalar. Ender marvartlar masalasiga kelsak, ularni shunchaki chizib yuboramiz. Shunchaki chizib yuborarmish. Hali ko'rasan, qanaqa rassomligingni. Lekin men hech qanaqa sehrni ishlata olmayapman, g'alati. Shunaman, pachoqlarga ham oson emas. Ha, o'zing ham joningga tegmadimi shu ish? Qani bir o'zing ham lavada cho'milchi. Voy, cho'chizoq qotganmidim. Bu nezirqalarni kvadrillion yillar davomida qidirmaslik uchun hoziroq bir nima chizishim kerak. Masalan, bizni uchishimizga yordam beradigan qurilma ajoyib g'oya. Hozir chizib tashlaymiz. Mana chizdim. Rostini aytsam, kallay kelgan narsani chizib tashladim. Menimcha tashqi ko'rinishi umuman hal qilmaydi. Ikkitaligini yozamiz va Minecraft buni aniq uchadigan mo'stama ekanligini tushunmaydi. Shuning uchun tagga uchiradi deb yozib qo'yamiz. Shundan keyin Minecraft aniq tushunish kerak, to'g'rimi? Tayyor tugmasini bosamiz va menga berishdimi mana shunday asalad? Berishdi. Faqat savol,
Bu narsa uchira oladimi? Rostini aytsam, o'xshabdi. Ha, o'xshaydi. Men chizgan narsaga qarab paydo bo'lgandan keyin o'xshamasdan bo'ladimi? Patsanjon chizib bo'laymi? Tashlatib ko'raylik. Vop. Uchsa bilan vop. Uchdim, Dafik. Ajoyib, bu uçishga yordam beryapti, lekin biz buni cheksiz vaqt davomida ishlata olmas ekanmiz. Hech qisi yo'q. 5 minutda topib tashay. Tasavvur ham qila olmaysizlar, mana bu uchish meni qanchalar jonimga tekkanini, bu shu qadar sekin va g'alati. Yaxshiyam o'chirib qo'ysa bo'ladi, yo'qsa otib yuborardim. Bo'l, menga lazeringdan ot, ko'ramiz qanchasiga chiday olarkanman. Va meni hali bitta ham jonim ketgani yo'q. Endi yarimta. Bu lazerda qancha ko'p payt tursa, shuncha ko'p joningni olishni boshlaydi. Shloqa hozir o'ylab qoldi, bizda shuncha narsa bor, shunday qurollar bor, lekin hali ham qanaqadir oddiy olmasa saqada yuribmiz. Buni to'g'rilash kerak. Qara, Epic'ga kreativ izlanchiz, oddiy bo'lmasin. Ajoyib g'oya keldi. Aslaqalarni shunchaki oppoq qilsachi. Ya'ni aslaqalarning barcha qismlarini shunchaki oppoq bo'lakchalardan chizsa. Shunda biz shunday aslaqalarni olamizmi? Va nimaga bular yerda yotibdi? Ha, bu yerda joy yo'q ekan, bularni olamiz. Ular rostdan ham men chizganim bilan bir xil, butunlay oppoq hammasi. Men chizganimga juda ham o'xshaydi, faqat sal detallashtirilgan. Qani, men ham ko'ray. Kel qishloqqa rasmimga va asliqalarga baho ber. Chizganimga o'xshabdimi? Albatta o'xshaydi. Shulardan paydo bo'ldi-ku. Oppoq asliqalar, ha, bu kreativ qo'ya. Gapimga amal qilibsan-da, bala. Asliqalaringni ushla o'zingnikini. Va endi bu oppoq asliqani kiyishning vaqti yetib keldi. Ko'ramiz qanchalik yaxshi himoya qilar ekan va jon unchalik ham ko'p yetmayapti. Deyarli umuman ketmayapti. Kel test qilib ko'ramiz. Epic'ga zarbadan yeb ko'r. Agar jonim 16 ta ko'p bo'lmaganda atagi bittagina qolgan bo'lardi. Hozir 18-daraja ham bo'lamiz. Tayyor, yana bitta rasm chizsak bo'ladi. Men rasm chizayotganingda olovli tayoqchalarni yig'ib bo'lganda, men spam yerda ham sindir, unda ham daraja beradigan bitta chizib olamiz rasm. Salgina yetmadi. Agar kvasni sindirsak, bemalol yetadi. Endi o'zimizga bo'ya aytganimdek endermarvartlarni chizib olamiz. Endermenlarni o'ldirish juda ham azob. Ifritlar bilan esa boshqacha. Va men hisoblashimcha bu endermarvartga o'xshadi, to'g'rimi? Endi bo'lsa Minecraft qanday hisoblashni bilib olamiz. Bu endermarvartga o'xshamayapti nimagadir? Bu yana nima bo'la bo'ldi? Shu endermarvartmi? Nahot shuni tushunish qiyin edi. Yana shuncha. Yana stak bo'lmaskan. Bu yana nima o'zi? Gidraning yuragi afsonaviy qurol. Bu nima ekanligini tushunishim kerak. Qishloqqa meni ur. Menda regeneratsiya berish kerak. Va, beryapti, ha. Bu yurakning kuchi shundaki, menga qancha ko'p zarba bersam, meni regeneratsiyam shu qadar oshadi. 3-daraja, yana ur, yana 4-daraja. Bu yurak bilan meni o'ldirish deyarli ilojsiz. Bo'ladi o'ldirib, faqat buning uchun bir vaqtda hamma joningni olish kerak. Shunda ular qayta tiklanishga ulgurmaydi. Mutlaqo to'g'ri. Faqat mendagi jonlar sonini hisobga olsa, bu oson vazifa bo'lmaydi. Ortiqchasini tashlab yuboramiz. Endermarvartni chizib ololmas ekanmiz. Unda bo'lmasam oltin bloklarni chizamiz. Menimcha o'xshadi shekilli. Oltin blok to'g'rimi? Nimasi o'xshamaydi? Va yana 64 ta so'raymiz. Berildi. Buni o'xshadi. Bu oltinlarni biz cho'chqalar bilan savdolashish maqsadida ishlatamiz. Endermarvar berib qolishar degan umidda. Va bu 64 ta oltin bizga aniq yetib qolishi kerak. Yana bular blok bo'lsa, bo'ldi. Mana shu cho'chqalar bizga aniq yetadi. Bu yerda juda ham ko'p ekan. Shu yerda ular senga otishayotganiga joni ketyapti. O'ladi ular. O'ldirding. Qochoq. Endi portalni men Epic'ga yoqaman. Tushundingmi, chacha? Yondi. Ha, nezirda o'zi qanday chaqmoq chaqayapti, to'g'rimi qishloqqa? Ikkinchisini o'chirmoqchi edim olovni. Ha, qo'ling qiyshiqda. Oho, narsalarning ko'pligini. Bu cho'chqalar menga hech narsa qila olmayapti. Sababi menda cheksiz regeneratsiya bor. Men esa ularni atigi bir zarbada narsalarni ham yo'q qilib yubordim. Mayli, zumrad yetarli. Daraja ko'p-ku, biror nima chiz. To'g'ri, o'zimizga qorinni shunchaki to'ydiradigan steykdan boshqa biror xil sehrli ovqat yasaganimiz yo'q, yasash kerak. Masalan, oltin olma. To'xtanglar. Nega men oltin olma qilyapman? Agar olmos olma qilishim mumkin bo'lganda ajoyib g'oya. Bu